videolarni qo'yib qiyshayib qolib ustoz ancha og'ir ahvolda ekan, o'sha uzoq yurtlardan keldim, shu mana qo'lim teksa sabr bo'lib qoldi. Tuzalishga sabab bo'ldi. Vaa! Qaqa bordi. Tushdimi? Pastgacha tushdi. Bolli chiroqda ayadimni qo'rqdim. Assalomu alaykum hammaga. Ustozimiz Afzal akam mana bellar ushlab qo'yganiga hozirgi BM muolajasini qilamiz. Oy. Ichki mushaklarni bo'shatish maqsadida tonus uchib qo'ygan. Voy bel qotirni sukunga tosh bo'lib qo'yadi. Ay. Voy dahshat. Ay. Voy subhanalloh. Voy ukajonim asla tepala bilan qilgan, alla. Voy ay qilgan sekin. Salam og'riyotgan. Ochildi? Ochildi. Okey, düşsem. Bir tane paça okuyamam. Oy, karnım çok sırf geldi. Belli, yani sen ortalığı tıksız oynadan ikisi yolu seni yaklaştırsın. Boshqa tinchlik keyin. Yurganim bormi oqira hozir? Mana qotib turibdi. Kech qiyshayib qolun. Mazam. Yaxshi, alhamdulillah. Buni keyin bor. O'sha kachga Kecha namoz o'qib, kecha namoz chiqasini stol suyon o'ynaman. Mashta o'tiribman, mashta kuchli yorib o'tdi. Rukularni qo'yma, sajda mashina qo'ygan kecha namoz. Bo'shliq qilmayman. Og'ir kuchli. Namoz mashina qo'ydim. Undoq qilib, o'tirgan joydan shunaqa qildim. Og'ir kuchli. Kechqurunga borgandan keyin sekin olib pasayishni boshladik. O'zim turolmayman. o'tirib turganda bilinadi o'zi. O'tirib turgan joyda, mollik ostida ikkitasi ko'tarildi.